Aka, yozmang, to'g'ri tushunsangiz bo'lardi-yu. Atalab qolmanmi, aka? Odamgarchilik yuzasidan qo'yib yuborsangiz bo'lardi-yu. Nima qilasiz yozib? Mana bu xizmat vakolatimga kirmaydi. Men nima qilishim kerak? Oilam boqaymi yo nimasidan cho'nchaginglarni to'ldiraymi? Faqat mana shu shtraf yozdirasizlar, aka. Bizlarni cho'ntagimizga to'lamaysiz, jarimani davlatga borib to'laysiz. Aka, ko'rdingiz, atalab qilmayapman-ku. Buni qoida buzishdan oldin o'ylash kerak edi. Siz avariya holati yuzaga keltirishingiz mumkin edi hozir shu yerda. Aka, o'zingiz bor insonsiz-ku. Mana hujjatlaringiz. Aka, buyurmasa mana shu pullar. Tushundingiz? Ketishingiz mumkin oq yo'l. Aka, qiladi-yu, bular dastdan boru. Aka, ishlab bo'lmayapti. Bilib olganini ko'ryapsiz-ku, shtraf. Aka, narusheniya qilyapsiz, aka, sal qoldi, yureksik. Kartochka olib ketmayapsiz, brat. Aka, mana shu narsalardan to'yib ketganim uchun komfortda yuraman, brat. Aka, ko'ryapsiz-ku, yo'q joydan yozyapti. Nima men halol topgan pulimni bular bolalariga harom yo'l bilan yetiradi. O'zingga qarab gapir, nima deganing bu harom yo'l bilan yediryapti? Nima qattan bilasan sen? Nima ertalabdan kechgacha suvni ustida ishlaganimi harom yo'l bilan topayotgan? Marakada to'g'asham uyda o'tirmaydi, tushundingmi siz mendan manmandim. Aka, ne qizishyapsiz sizga nima, aka? Ukam bo'ladi mana, radno ukam bo'ladi, tushundingmi? Bodam beri o'zing kelgan gapni gapirsa, ishiga xalaqit qilmaydi, marlashmay turma, o'zing kelgan gapni gapirsa, nimani tushunasan sen? Nimani uchun? Zamon ko'tarmaydi, biz peshardim, tushundingmi? Gapiring, o'zringni bor-ku, ko'ngga tiqdim, tushundingmi? Uzr. Olman pulingni. Assalomu alaykum. Komandir Ormay, salomatmisiz? Aka, aybimni tan olaman, men bor uzr. Ayolimni ko'zi yoryapti, o'shanga qaramay ketyaptim, aka. Bir safar endi anaqa qilib qo'yib yubora qolay endi, aka. Ha, bo'ldi, tushundim. Raddomni bilasizmi? Bilaman. Unga qilgan yordam kerak emas. Rahmat, brat. Hammaga tanish bilish bo'lib ketdi. Komandir, nima qo'yib yuborasiz? Tanishingiz buni qarang. Nechta qo'ydan buzib keldi. Nima uchun qo'yib yuborasiz? Tanishingizmi siz uni? Yo'q, hurmatli qadosh, ayollarni tug'ruqxonaga olib ketayotgan ekan, ko'z yo'rayotgan ekan, shunga. Ha, yo'q. O'zir komandir sen shoshilib qo'yibmiz-da. Odam bilmasa xulosa chiqar ekan. Mana udalit qildi hammasi. Uzr, rahmat komandir. Inspektor Abdurahmonov, hujjatlaringizni taqdim qilib yuboring. Nimaga? Harakat davomida uy aloqa vositasidan foydalanib kelyapsiz. Assalomu alaykum komandir. Ha, Shuhratboy. Ha, qo'shni. Mahallaga olib ketsangiz bo'ladimi? Uzr qo'shni, olib keta olmayman. Undan tashqari sizga piyoda yurish yarashadi. Sog'lig'ingizga foyda. Mayli qo'shni, oq yo'l. Nima gunoh qilding? Mahallaga ketyapti-ku. Endi nima qilasan, buni olib qo'nchinni. Lekin o'z ko'zim bilan ko'rib maza qilib oldim, ishonasan. Ikkashini omadni o'ynashdi, yaxshi emas lekin. Assalomu alaykum. Qayerga ekan? Zella Moska aka. Chiqing tashlab qo'yaman, ichgan ekansiz, bu ahvolda yurmang. Mayli aka. Sizni ham ovora qildimi? Yo'q, ovorasi bormi? Ko'rinishingizga qaraganda ichganga o'xshamaysiz. Yo'q aka, ichganim yo'q. Nega unda bundan oldingi to'xtagan mashinaga ichganga o'xshab muomala qildingiz? Dunyo shunaqa ekanda aka. Undan oldingi to'xtagan mashina meni qo'shnim edi. Oldin mansabim bor paytda qilgan muomalasini qilarmikin deb ataylabdan shunaqa qilgan edim. Lekin ming afsus, insonning mansabi ketgandan keyin oqibati ham shunga qo'shilib ketib qolar ekan. Ha, zamon o'zgardi deymiz. Zamon emas. Insonlar o'zgardi. Aka, lekin har qayerda Siroj aka yaxshi aka, baliq zo'r. Kelsa o'zingiz bilasiz aka. Lekin men shuni yig'ilishib o'tirganimizda juda xursandman, borku, vallahi. Muhri qani? Gaplashdingmi? Kelayotgan ekanmi? Gaplashuvdim, soat nechi bo'ldi? Yo'lga chiqdingmi lekin? Ha, kelayotgan ekan. Ha, kelib qolsin. Bolalar uzr. Aybga buyurmaysizlar, ishdan kelyotgandim, uyga borishga o'tib qilmadim. O'tir. Marhamat, o'tiringlar. Yaxshimisizlar? Olinglar komandir, ochib qolmasin. Ha, qara muhir. Kallasini olib oldingmi? Nahvo joylardan. Senchi? Bilasizmi aka? Bolaligimizda adam baliq olib kelsalar, go'shtli joyini bizga berib, kallasini o'zlari olardi. Shu yeri shirin va go'shtli bo'ladi derdilar. Endi bilsam, baliqning kallasi shirin va go'shtligida emas, aksincha bizni o'ylagan ekanlar.
Ada, uydamidingiz? Sizga balg'a olib ketaman. Hujjatlaringizni taqdim qiling. Yo'q hujjatlarim. Akam keladi hozir, hal qiladi. Akangizga ishonasizmi? Ha, akamga ishonaman. Bo'ldi, kelsin. Bo'ldi, hozir keladi telefon. Ishlaymiganmandir? Hamma hujjatlari joyida ukami? Bor mashinaga chiqib tur. Siz kim bo'lasiz? Men agasi bo'laman. Ukangizni hamma hujjatlari joyida ekanligini Hamma bilasiz. hujjatlari joyida. Shunchalik qayg'urasizmi? Meni jigarim bo'ladi. Jigaringiz ekan, qarab yurmaysizmi? Spirtli ichimlik iste'mol qilib transport vositasi boshqaryapti. Biz oilamizda ichadigan odam umuman chiqmagan. Borib ko'ringchi oldiga. Menga qara, sen ichganmisan? Yo'q, aka nima deyapsiz? Ichmaganman, Tushunarli. Yuzimni yerga qaratding. Ol dokumentlaringni. Mana ukam hujjatlari. Nima qilish kerak bo'lsa, qanaqa qonuniy chora kerak bo'lsa, bemalol qilib beradi. Yaxki. Yaxki. O'rta. Toming joyidami? Nima o'rta? Yo'lda. Men xo'jayinim kutyapti. Yarim soat probkada qolib ketdim o'rta. Men nima qilay? Kamol, men xo'jayinimga nima deyman hozir? O'rta. Voy, 2 soatdan stop ketganingni bilasanmi? Bor, xo'jayinga tez ol. Uzr, o'tir, men xo'jayin oldiga. Xo'jayinim kutyapti. Bo'l. Uzr, bo'pti. Rahmat. O'rta, keyin gaplashamiz. Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmon. Assalomu alaykum. Hurmatli haydovchi, hujjatlaringizni taqdim qilib yuborsak. Birinchidan, to'xtash buyrug'imga amal qilmadingiz, ikkinchidan, qizil svetoforga harakatlandingiz, uchinchidan, peshobodga yo'l bermadingiz, to'rtinchidan siz kuzatib kelayapman, avariya holatini yuzaga keltirib harakatlanib kelyapsiz. Hujjatlaringizni taqdim qiling. Komol! Okay, bo'ldimi? Jarimalarimni to'lasam, hozir o'zim olib chiqib ketaveramman mashinamni. Albatta, jarimalarni to'lab keling, mashinangizni bugun o'zida olib chiqib ketasiz. Okay, rahmat. Charchamang. Xo'p, Rahmat. sog' bo'ling. Xo'p. Okay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tuzumsiz. Olmushsiz, tinchlikmi? Oka, bugun salonga o'rtoqlarim bilan kirib yangi mashina oldik. Hop. Keyin yu deb choyxonaga ham olib kirishdi. U ham yetmagan deb majburlab ich deyishdi. Oka, ozgina ichdim 50 gram. Endi mana mashina shtrafnoyda, prava lishon. Uydagilarga nima deyman endi oka? O'rtoqlarim hammasi tashlab qochib ketdi. Okay. Siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'rtoqlik o'zi shu uchun kerak. Ada, uyga olib ketdi. Kim ham tegadi, yur ketdi. Ogohlik davr talabi. Mana misol uchun, kecha Shokir akamni ehtiyotsizliklar oqibatida velosipedni podyezdda qoldirib ketganlar. Mana ertalab chiqsalar velosiped yo'q. Assalomu alaykum. Bejizga emas. Assalomu alaykum. Ravshan aka, yaxshimisiz? Targ'ibot ishidan olib boryaptik. Keling, siz ham qatnashing. Aka, mana qo'shnilarga tushuntiring, biz internetdan ham ko'ra olamiz. Nima qilasiz bosh short? Avtomashinalarga ham bu avtomashina kimniki bo'ldi? Hozir kirib ketdi-yu, Kibirtoy, o'sha qo'shinniki bu. Kim ekan shu paytda bunaqa chaqiradigan? Aka, sizlarni dastinglarda tinchlik bormi o'zi? Uyda bir dam olgani ham qo'ymaysizlar, tavba qildim. Nima bo'ldi yana? Uyga yurib tarqib qolsalarmi deyman? O'zingizni bosib oling. Men siz oldingizga boshqa maqsadda chiqdim. Pastda turgan Malibu'ning avtomashina siznikimidi? Ha, meniki. Avtomashinangiz oynalarini va eshiklarini ochiq qoldiribsiz. Qimmatli buyumlaringiz bo'lsa, biror qolxor bo'lib yo'qolmas degan maqsadda xodimimiz tepasida qo'rg'ulab turibdi. Yo'q. Ravshan aka, hammasi joyida ekanmi? Rahmat sizga kamandir. Sizga ham rahmat aka. Hech qisi yo'q. Fuqarolarning mulkini himoya qilish bizning xizmat vazifamiz. Yaxshi ham sizlar bor ekansizlar. Men noto'g'ri gumonda bo'lgan ekanman. Men bor uzr. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat. O'g'irlarni o'g'irlik qilishiga o'zimiz sharoit yaratib bermayapmizmi? Videoni bitta ko'rib tafakkur qiling-da, tarqatib like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat. Ketgani! Raqobatda o'rtoq tushunmas, shtrafni o'ylab tutibdi, adammi? Ada.
Aka, nima qilganingiz? Uyalmaysiz. Aka, yosh katta. Bir safar qo'yvorsiz bo'ladi. Adam bo'ladi, aka. Boydan beri orqangizdan signal chalib, menga tiqyapman, aka. To'xtamaysizmi? Endi nima qilish kerak hozir? Shundan rezultat demaysiz. Shtrafni o'ylab ketasizmi? Nima qilyapsiz, aka? O'zingiz Bo'lib ishlab qilgan bo'lsalar men jolib. Vaziyatni eshiting oxirigacha. Nima ekan vaziyat? Nima bo'lganligini biling. Nima bo'lganini oldim, bolam. Men senga 3 kundan beri aytaman. Bugun ertalab ham aytdim, Kamol akaning oldiga olib borib kelgan mazasi yo'q ekanini, bolam. Yo'q, men bugun yurmadi. Ko'chani qarang, qorni yurib bo'lmaydi ko'chada. Siz qana maza qilib o'tirmaysiz, boshqa kuni bu narsa qilarmiz, hadi amallab turing. Indamasdan ko'chaga chiqib ketdim. Majbur bo'ldim mashinani o'zim haydashga, bolam. Mazam bo'lmay qoldi yo'lda. Ming rahmat shu bolamga. Meni больницаga olib borib, doktorga ko'rsatib, meni uyga olib ketyapti. Sen otangga vaqting yo'q seni. Tushundingmi? Sen bor ishlaringni qilsan, ham ishlaringni. Yuring bolam, ketdik. Mumkin emas ekan mashina haydash. Nima qilasiz mashina haydatib? Otangizga shunaqa mehribon ekansiz. Vaqtida qarab xizmatlarini qilib qo'ymaysizmi? Meni otam hayot bo'lganda o'zim bilardim. Abi skori chekkaga ol mashinani. Doktor kamera turib tepada Oshiljon. Kamerani qo'y, chekkaga oldim men senga. Gayam bu jarima tiqadi. O'chalab jarimani men to'layman. Haydadim men senga. Ko'rdingmi, to'xtatdim aka baribir. Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Akajon ko'rib turibsiz, ko'rdingiz, yo'l berdim. Ko'rdim. O'zingiz ko'rib turibsiz aka. Ko'rib turibman. Hammasini ko'rdim. Sizga men rahmat aytmoqchiman. Sizga o'xshagan tushunadigan haydovchilar ko'paysin. Siz ko'rik yo'l berganingiz uchun kattakon rahmat. Men qoyil qoldim ochig'i. Jarima tiqilmaydimi aka? Yo'q. Pislab kelmaydi menga. Avvalambor jarima kelmaydi. Jarima kelgan taqdirda ham qisqa 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib bekor qildirsangiz bo'ladi. Xavfsizlik kamarini taqib oling, o'zingiz ehtiyot qiling. Ketishingiz mumkin oq yo'l. Rahmat. Abi uzr, boya sal emotsiyaga berilib ketdim, oshna, xafa bo'lmaysan. O'zing bilasan, yaqinda o'zi dadamni yo'qotdim. Skorida nima bo'lish vaziyatlar, qanaqa holatlar tushunishim, uning ichidagi vaziyatlarni faqat men tushunaman. Boshidan o'tgan odam biladi-da, xafa bo'lmaysan, Duruk. Chiqsa yo'q, Jon. Yo'lni belgilanmagan qismidan o'tgan piyodani begunoh haydovchi urib yuborgan. Bilasizmi? Eng achinarlisi bu emas. Achinarlisi begunoh haydovchining aybdor bo'lib qolishi va bir piyodani esa olamdan ko'z yumishi. Arzimagan kichik xato. Piyodalar yo'lakchasidan emas, aksincha, yo'lni belgilanmagan qismidan o'tgan piyoda shu joyning o'zida ko'z yumdi. Diqqat piyodalar. Iltimos sizlardan. Yo'l qoidasiga doim rioya qilib, yo'lni belgilangan qismidan o'tishingizni so'rab qolaman. Nachi, birov haqidan qo'rqaman men, tushundingmi? Ha. Doni shu kuni nima deding kelganda? Ha, gayi yoldi, tavba qilib 3 bo'ldi. 1 minut aka. Menga qara. Harom ishlaringga boru meni basharlashtirmalaring, tushundingmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Rahmat aka, qalaysiz? Charchamayapsizlarmi? Nima sababdan to'xtatib kelganligini bildingiz, ha? Bildim aka, bildim. Hujjatlaringizni taqdim qilib yuboring. Akam, uzr endi. Boshqa narshani qilmaymiz. Olib kelib yurmaysiz. Maylimi sizga bitta savol bersam? Tushunmadim. Bitta savol bersam maylimi? Qanaqa savol? Oilangizga harom pul yedirasizmi? Nima deganingiz? Pul ustimda aka? Savolimga javob bering iltimos. Men oilamga harom pul yedirishim kerak. Nima deganingiz bu? Oilangizga harom pul yedirmas ekansiz. Nima unda sizni hozirgi holatdagi muammoingiz yechilishi uchun men oilamga harom pul yedirishim kerak? O'sha pulingiz.
Shu yetmayapti mana. Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Komandir tuzumsiz? Yaxshi, rahmat. Marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qilsangiz. Mana bor hujjat komandir. Spirtli ichimlik iste'mol qilib transport vositasini boshqarish mumkin emasligini bilarmidingiz? Komandir, men spirt ichmaganman. Ne unaqa deyapsiz? Bo'ldi, hujjatlaringizni taqdim qiling. Komandir, to'g'ri tekis ketayotgan odam bo'lsam, nima qilasiz meni bezovta qilib? Hozir men hujjat beraman sizga. Alo. Og'a, assalomu alaykum. Og'a, siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q, og'a. Og'a, qarang. Uyimga ketayotgandim. Ha, qaytayotgandim. Gai aka to'xtatib qoldilar meni. Hujjat deyaptilar, ichgansan deydilar. Tushunmayapman, og'a men. Nima bo'lyapti o'zi? Bo'ldi, mana og'a, mana beryapman hozir. Gaplashmayman. Gaplashing katta el ekan, mana. Hujjatlaringizni taqdim qiling, gaplashmayman, hurmatli haydovchi. Vakolatimga kirmaydi bu narsa. Va gaplashmayman deyapti-yu. Tushunmayapman. Ha? Bo'l, men yo'qman. Eshityaptilar mana. Hadi gaplashing. Kim gaplashmayman deyapti? Tanishtir o'zingni. Alo, assalomu alaykum, kichik serjant Abdurahmonov. 114 podpolkovnik Ashurov. Qaysi batalyondansan? 2-batalyon. Nima muammo Abdurahmonov? Ushlab turgan odam menga tegishli odam. O'rtoq boshliq, spirtli ichimlik iste'mol qilganlar. Hujjatlarini so'rayapman, hujjatlarini ham taqdim eta olmayaptilar. Transport vositasini zo'rg'a boshqarib ketyaptilar. Ukam, men senga ichmaganman dedim, qo'ysang-chi, nima qilasan unaqa? Oq yurtilib ketkizib yubor. Menga tegishli odam deyapmanmi senga? Tushunib turibman, lekin transport vositasini boshqara olmayaptilar. Nimaga meni buyrug'i bilan muhokama qilinyapti? Nima uchib ketgan kelyaptimi? Tez oq yo'l tilab qo'yib yubor. Gapimni boshqa takrorlamayman. Tushundingmi meni? Xo'p bo'ladi, o'rtoq boshliq. Marhamat qilib yonga o'rindiq qo'yib oling, siz bilan tibbiy ekspertizaga boramiz. Marhamat, tushing mashinadan. Qarang, men bu tushunmas ekanlar bular boru. Tushing, nimadir qilamiz, ekspertiza deyaptilar. Ha, komandir. Men bilan tortishmay hozir naryad chaqirishga majbur bo'laman. Marhamat qilib yonga o'rindiq qo'yib oling bo'ldi. Tortishmang. Og'a, men tushunmayapman bularni. Va qarang lekin hozir muammo bo'ladi borgandan keyin. Mayli, nima bo'lgan taqdirda. Men tabi chiqib ketaman. Ha, o'rtoq komandir. Ichganimni isbotladingiz. Mashinamni jarima maydoningizga qo'ydingiz. Xo'p, nima bo'ldi endi? Ertalab kelib mashinamni olib chiqib ketaman. Bu aniq. Omadingiz bersin, hurmatli haydovchi. Alo, assalomu alaykum. Alo, Abdurahmonov, senmisan? Ha, men. Nima ish qilganingni bilasanmi o'zi? O'rtoq boshliq, tushuning. Bu meni burchim. Vazifamni bajardim. Ochig'i bunaqa javob kutmadim. Otangga rahmat, Abdurahmonov. Aslida biz tizimga senga o'xshagan vijdon sotmaydigan xodimlar kerak. Ertaga qabulimga kir. Xo'p bo'ladi, o'rtoq boshliq. Xo'p. Abi, xudo xolasa bugun birinchi ish kunim. Duo bering. Muhudam bolam, tanlagan kasbing juda ham nozik kasb bolam. Bilgin, qulog'ingda bo'lsin bolam. Shundoq vaqtda ko'radiki, mani vijdoningni sindirmoqchi boshlar bolam. Ikki qulog'ingda bo'lsin bolam. Bilib, sen mani o'g'limsan bolam. Har qanday vaziyatda ham bolam. Mani yuzim yerga qaratmaydi. Vijdoningni hech qachon sotmagin, jonim bolam. Amin. Ishlaringni rivojin bersin, martabang bundan ham ulug' bo'lsin. Alloh. Menga ruxsat. Rahmat bolam, yaxshi bo'pting. Ko'ylagimning rangi o'chdi, kafan olib kiysammikin, gunohlarim shu qadarki, qabr qazib yotsam-mikin. Telba derlar meni kimlar, qalbi dunyo bilan bandlar, qalbim olib haqni izlab sahrolar. Hozir bir minut. Nima gap aka? Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Marhamat qilib mashinadan tushing, davlat raqamisiz harakatlanyapti. Mani kimligimni tanib olsammi? O'zingizni bosib oling, hurmatli haydovchi. Yo'q, menga qarayman, senga o'xshaganlar bilan gaplashmayman, tushundingmi? Kattalaringni chaqir bu yoqqa. Assalomu alaykum. Aka, meni tanib olsizmi? Hujjatlarni taqdim qiling, hurmatli. He, qanaqa hujjat? Sattarov taniysizmi? Tanimayman unaqa odamni. Bo'ldi, hozir bir minut.
shunaqa zo'ravonlar ko'payib ketgan shaharda. Baqirmayman gadi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Mani tanimadingizmi? O'rtoq Polkovnik Sattorov. Sattorovman. Taniyman sizni yaxshi. Ustozingiz bo'laman, ha? Ustozim bo'lgan bo'lsangiz, oyligingizni olgansiz. Ish vaqtida meni ishimga aralashmang. Hal qiling, adi. Bor, o'tir mashinaga. O'tar mashinaga. Davlat raqamini ham bekitib olgan o'g'lingizni qarang. Ko'rib turibman. Ustoz, gaplarga xafa bo'lib qolmadingizmi? Ochilib gap bo'lish mumkin emas. Ustoz, xafa bo'lib qolmadingizmi? Yo'q, ochilib. Lekin sal ochilib yubording. O'zingiz aytsiz telefonni. To'g'ri qilding, to'g'ri. Mani izzaq tashlagin dedingiz-ku. Ustoz yaxshi bo'ling. Salomat.